bugun payg'ambar alayhissalomni haqorat qilgan va islomdan va turkiylardan o'ta nafratlanadigan Dostoyevskiy haqida gaplashamiz. Video boshidan aytib qo'yay, men tarafgarchilikka qarshiman. Dostoyevskiyning muxlisi ham emasman, lekin fake ma'lumot xalqni chalg'itadi. Bundan tashqari Dostoyevskiy o'ta rus millatchisi edi. Millatchilik qayoqdan olgan desanglar, albatta Pushkindan. Ya'ni Biz qahramon deb biladigan jadidlarimizning ko'p qismi ham o'ta millatchi edi. Agar Dostoyevskiyni bu bilan ayblash mumkin bo'lsa, bilmadim. Dostoyevskiy o'ta millatchilik, ya'ni hattoki Iso alayhissalomning qayta tug'ilishi aynan Rossiya hududlarida bo'lishi kerak deb orzu qilgan. Yolg'on ma'lumot. Dostoyevskiyning birorta asarlarida, esselarida, maktublarida bunday jumla uchramaydi. Bu fikr slavyanofil faylasuflarning romantik metaforasi Vladimir Solovyov ismli shaxs bilan bog'liq. Bundan tashqari Dostoyevskiy hali aytganimdek, turkiylar va islomdan nafratlangan, ya'ni xristianlikdan boshqa dinlardan nafratlangan. Ayniqsa islom dinini buni vahshiylik dini deb atagan Dostoyevskiy. Ular ichidagi eng poklari, eng halollari musulmon tatarlardir. Ular yolg'on gapirmaydi, o'g'irlik qilmaydilar. Zapiski iz mёртв va Doma asari umumiy turkiylardan nafratlanmagan. O'zining yozuvchi kundaligi qaydlarida u Usmonli turklarga nisbatan ko'plab siyosiy e'tirozlar bildirgan. Bu o'sha paytdagi geopolitik munosabatlar bilan bog'liq edi. Islom diniga qarshi ham birorta manbada to'g'ridan to'g'ri izoh qoldirmagan. Aksincha, uning o'sha paytdagi barcha qarashlari millatchilikka asoslangan siyosiy qarashlar edi, diniy emas. Va payg'ambar alayhissalomni esa vahiy olayotgandagi holatini epilepsiya kasalligi deb baholaydi. Oksford universitetining professori Temberning ma'lumotiga qaraganda, Dostoyevskiy vahiy tushish holatlarini umumiy psixologik jarayon, epileptik jarayon sifatida muhokama qilgan va o'zidagi ba'zi jarayonlarni xuddi shu vaziyat bilan bog'lagan, lekin birorta payg'ambarni ismini u yerda zikr qilmagan. Mashhur sharqshunos olim Venerning ta'kidlashicha esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nisbatan epileptik degan jumlani Dostoyevskiy aytganligi haqidagi birorta ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Xuddi mana bu yigitning fikrlaridek.